Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilar. Mana bizga demak murojaat qilib kelishgan jigar transplantatsiya holatida bo'lgan. Bizda shartnoma tuzdik, siz bilan shartnoma tuzganmiz. Shartnoma tuzib, o'zim muolajaga roziman deb o'zlari bizga dabro, ya'ni rozilik bildirib muolaja olganlar. Hozir mana yana bir mo'jiza bo'libdiki, bir oylik davo kursimizdan mana telefoningizni ko'rsatib oling. 31.5. 31.5 dan bunisi 14.25. 14.25 ga tushgan. Lekin bu odam hali 100% erozdan tuzalib, zo'r bo'lib ketmagan, soppa-sog' odamdi. Endi bir kursgina muolaja olishdi. Yana xudo xolasa 3 kurs, 4 kurs muolaja qilamiz. Hozir mana endi aka, o'zingizni holatingizni gapirib bering. Boshlang. Qanaqa holatda kelgansiz? Qolgan holatda, qorin shishgan holatda suv bilan kelgandik, nafas olgani, yurgani qiynalardik. 3 yilda davolanib ko'rdik, effekt yaxshi bo'lmagan ishi YouTubedan ko'rib keldik bu yoqda. Endi hozir mana holati yaxshi, nafas olishda, yurishda. O'zichi doktor nima dedi? Tekshirgan doktor. O'zimizdagilarmi? Yo'q, bu yoqdagi. Bu yerda o'zichi doktorlarimiz suv ozayib dedi. U oldin o'zimizda ko'p miqdorda suv bor dedi. Jigar notekis aniqlangan, endi tiniqlashyapti ekan, rasman aniq bo'lmayapti o'zingiz aytmoqchi. Endi mana endi 10 kunlik rutina oldi, birinchi kursda oldi. Yana 3 kursda xolis olsa yaxshi bo'lib ketadi. Bu yoqda toliqishlar, quvvatlar kamayishlar hammasi yaxshi bo'lib qoldi, joyiga tushib qoldi. Xudo xolasa. Demak, ko'rgan videolaringiz, bizga qo'ygan videolarimiz, bemorlarning gapirgani to'g'ri ekan. Yolg'on emas. Yo'q, yaxshi to'g'ri ekan. Men ham ko'rib, YouTubedan ko'rib keldim sizlarni. Ikkinga tavsiya qilganlarim bor edi, bir ikkita do'nlar. Demak, telefonda ham gaplashgansiz. Telefonda gaplashganman, YouTubedan ko'rardim. Tavsiya qilganlar bor edi, o'zimiz Namangan To'raqo'rg'on tumanidan davolanganlar bor edi. Shular tavsiya qiluvdi, shular bo'yicha keluvdi. Necha foiz yaxshiman bilasiz oldingi ko'rigingizdan, oldingi holatdan? 50%? 50% da 31 dan 14 ga tushgan. 50 ga emas, ko'proq ekan. 50% dan ko'proq. Ko'proq. Mana yana bir tirik guvoh sizlarga, uni o'zlari bemalol dabro berib, ya'ni rozilik bildirib, oling meni ham deb videoga chiqish qilib berdilar. Xudo xolasa keyingi videolarida 14 dan xudo xolasa 8 ga, 8 dan xudo xolasa meni soppa-sog' odamnikidek bo'lib, jigari soppa-sog' bo'lib qaytganini yana bir video qilamiz. Lekin mana serotonin transformatsiyadan, ya'ni siz jigaringiz 70% trassa yozib shunaqa. 70% ko'chiradi, 30% davolash. Davolash kursida 30% imkoniyati bor, 70% ko'chirishga berganmiz. 30% foydalanib davolanib ko'ramiz, davlatib ko'ramiz. Bir kurs. Bir kursdan ko'ramiz. Foyda ko'rsangiz ko'rdingiz, ko'rmasangiz peresatga qilamiz. Shunday dedingiz. Endi hozir buni analiz tushib ko'rdim, foydasi yaxshi bo'lib keyin yana qolgan davom etadigan kurslar. Rahmat, baraka toping.